Yozuvchi kankulda nima qilishni bilmayapsizlarmi? Menda bu savolga sizlarga javob bor. Shunchaki o'zingizga yangi hobbi oching. Kitob o'qishni boshlang. Kitob o'qish zerikarli, men sinab ko'rganman demoqchi bo'lsangiz, demak siz noto'g'ri kitob tanlagansiz. Aqib to'g'ri kitob tanlash kerak. Bu juda ham oddiy. O'qishni badiiy asarlardan boshlash kerak. Sizga hozir qaysi turdagi kino yoki serial ko'rish yoqadi? Romantika bo'lsa, romantika janridagi kitoblardan boshlang. Agar sizga detektiv, kriminal kino seriallar yoqsa, aynan shu janrdagi kitobni o'qib ko'ring. Yoki sizga fantasy yoki fantastika janridagi kinolar yoqsa, aynan o'sha turdagi kitobni o'qishni boshlang. Bir narsa aytaman, kitob o'qisangiz shunchaki kino ko'rgandek bo'lasiz. Faqat o'sha kinoni o'zingizni miyangizda yaratgan bo'lasiz. Masalan, hozir sizlar eng zo'r yaxshi ko'rib, ko'p emotsiya olgan kino yoki seriallaringizni ko'pincha kitobi bo'ladi. Endi tasavvur qiling, siz kinosidan shunaqangi emotsiya olib, adrenalin olsangiz, uni kitobini o'qiganingizda qanaqa emotsiya olasiz? Chunki u yoqda ko'proq ma'lumot bo'ladi, detalliroq bo'ladi. Videoni ikkinchi qismini ham chiqarmoqchiman. Aynan qaysi janr yoqishiga qarab, o'sha qaysi kitoblardan boshlash kerakligini aytib o'tib ketmoqchiman. Aynan shu videoni o'tkazib yubormaslik uchun ham menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.